Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün taharet münasebetli tüvendik babda mundaqdaydı. Su bilen yani istinca qilish. Endi bu istinca kelimesiga kelsak, bu aslida bu istinca degan so'z arablarning lug'at iste'molida, til iste'molida bir qancha ma'nolarga egada. Masalan, ba'zida bu munosabatliqi egiz bir to'pilikni maqsad qilgan. Nimishqa degan vaqtida bir istinja qilgan vaqtida yoki tarat qilib bo'lgan vaqtida egizrak bir do'nglik berib, shuni o'ziga dalda qilib turib bu odam tarat o'tdag'achqa keyin shu tozliq a'zoni tozlaydigan ma'noda ishlatilgan. Çam bilen, taş bilen degandek. Ba'zida bu munda daraxt kesishga ishlatgan. Daraxt kesish degan ma'nosi bor. Chunki bu orqali cham orqali ashadagi nijosatni kesib tozalab chiqaradigan gap. Shunga bu iste'mol ma'nosida ishlatgan. Ba'zida men o'qigan ekan, bunda yochiqni yasaydigan vaqtida bunda so'zashni bildirganda, so'zgan vaqtida shu tardiki masalan egiz bas taze çın bo'lmagan tarlarni kesib iletdi, tozalab chiqaradi. Bu ma'noda ishlatgan. Asl iste'mol ma'nosida. Yana birsi o go'shtni teri qilganni bildirdi. So'ngaklarini ilg'ab chiqaradi. Yana birsi bunda to'ga so'ygan ma'nodimi, to'gning terisini ajratgan ma'noni bildirdi. Umuman elib aytgan vaqtida belki istinja ma'nosi najva degan kelimadan kelib chiqqan bo'lib, bu yani ayırış, üzüp taşlaş, kesip tazlaş, retkisileş degandek ma'noda ishlatilgan. Keyingi ma'noda bu islomiy diniy atalg'uda yoki arablarniki yana bir iste'molida bu shu ikki oldi keyni bo'lgan maq'atniki shu tozliq rayonida ishlatiladigan bir so'z iste'moliga aylangan. Endi bizniki bu yerdagi suvlar istinja qilish degan ma'nodagi olimlarning, ya'ni faqihlarning iste'molida bu nimani bildirdi deganda, oldi keyni ikki joydan chiqqan nijosatni yo'qotish, tozalash, pokizlash degandek ma'noda ishlatildi. Biz ham tafsiliy ma'lumotni hadisning o'zidan bilaylik. Bu 150 numurliq bu hadisda Imom Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Abul Valid Hisham ibn Abdulmalik degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Abul Valid bu yerda kunyasi, asl ismi Hisham ibn Abdulmalik. Bu kishi Imom Buxoriy rahmetullahi alayhniki ustozlaridan. Eng bu odamdagi mashhur ismi nima deganda Abul Valid Tayalisi nomi bilan. Başta tercümal öttü boğa şunaqda men qayt bir eskerteyli. Bu adam Hicriye 133-yıl tug'ilib, Hicriye 227-yilda ölüp ketgan. Nayet köp uzun ömür ko'rgan, ayni davrdagi nayet katta muhaddislardan. Ulamalar bu kishi baho bergan vaqtida, mesela İmam Ahmed ibn Hanbal, bu adam bugun islomning shayxi degandek nomlanib bergan. Nayet ishonchlik, mazbut, hujjat xarakterlik adam degandek isbotlanimi, bayonlanimi, baholanimi ulamalar berib o'tgan. Üznati faqih, aqli kamil, şençilik şu devirdeki nayeti mutlak zerek ulamalardan sanıldı. Bu adamdaki ustazlardan nayeti bir-birden köp, ama bu adamın en meşhur şagirdi İmam Buxoriy rahmetullahi alayh, İmam Ebu Davud qatorliq hamda büyük hadisshunoslar. Bu adam deydi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi deb shunaqa deydi. Endi Shu'ba kim bu nayet meşhur? Şubat ibn Hajjaj namıyla meşhur bo'lgan dağınıq muhaddis. Bir necha qism tarjimali o'tdi o'g'ay, ishonchlik, abid, mazmun, puxta, zirak odamlarning biri. Endi Shubat ibn Hajjaj o'ziniki ustozi Abi Muaz degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Abi Muazning asli ismi Ata ibn Abi Maymuna degan ismi bor. Bu Abi Muazning asli ismi. Bu adam hem de Enes ibn Malik'ninki şagirdi. Aslida Enes ibn Malik'ninki bir ozatkor desa ekanda. Bu adam undaqda shu Enes ibn Malik'ninki tarbiyasida yashagan, Enes ibn Malik'ninki bir o'quvchisi bo'ladi.
Demek tabi'in degan bo'ldi bu adam. Çünkü Enes ibn Malik sahabe bir yerde. Bu adam Hicriye 131 yılı ölüp ketken. Öz Besir'ninkine ait nurgun katta ölümalarda ve sahabalarda şu devirdeki sahabalarda okugan. Ölümalar bu kişi baha ve vaxtıda İmam Nese'yi rahmetullahi aleyh, Yahya ibn Ma'in, Ebu Zür'a qatarlıq meşhur hadis ölümaları bu adamını işencilik deb süpetligen bolsa, Ebu Hatim Razi okşaş bir kısım hadis adamları bu taqdir jiti deb azraq ayıplaş elip bağan. Şun qartab bir kısım ölümalar bazı hadislerini taza inkari karakterlik hadislerin bağ deb qaragan. Amerikan İmam Zahabi rahmetullahi aleyh öz besirlik hüccet adam degan. Umuman elip etqan vaqtida bu adam köp sondagi hadis sunaslarniki nazarida işencilik ölümalar. Şuna İbn Hibban rahmetullahi aleyh bu adamni Kitab-ı Siqat yani işencilikler deydigan bir kitabı var. Yani şu kitapta bu adam ne kadar bayan kılıp ötken. Bu kişi deydi hem ben Enes ibn Malik'ninki mundaq deganligini anlagan edeyim. Enes ibn Malik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki en büyük sahabelerden hem hizmetçisi. Bu kişi deydi Peygamber aleyhissalatu vesselam özün hacetiga chiqmoqchi bo'lsa dedi. Yani cho'ng tarat yoki kichik tarat qilmoqchi bo'lib chiqqan vaqtida men va yana bir g'ulam dedi. Yani bir qul xizmatchi birga baratdiq dedi, chiqatdiq dedi. Biz bir tulum su ilib olatdiqda Peygamber aleyhissalatu vesselam bu su bilan istinja qiladi deb. Bu Enes ibn Malik'ninki Resulullah'ninki taratdagi holatlarini bayon qilayotgan bir ko'rinish. Endi ulamalar arasida xilma-xil qarashlar mavjud. İstinja qilgan vaqtida suvlam ishiltamdiq yoki chomni ishiltamdiq deb. Ammo ulamalar birdek ko'p holda su ishlasimi bo'ladi yoki chom bilan tozasimi bo'ladi. Ikkilasi durust. Ammo ham chomma unikidan suv ishlatgan bo'lsa, bu yaxshi, bu mustahab deb qaragan. Çünkü Hanefi mezhebindeki ulamalardan İbnül Humam degan kishi ikkilisini sünnet deb qaragan öz davrida. Su ishlatishni bir sünnet, chom ishlatishni bir ayrim bir sünnet deb qaragan. İbn Humam'niki nazarida çünkü bizim zamanımızda adamlar nayet köp tomoq yeydi. Şunun için bularniki tarit nayet quyuq suyuq keladi. Şunun ishkilisini ishlatishimiz kerak degan. Agar bizim hozirgi zamonimizni ko'rsa, bu odam nima degan tang? Hamda hatta Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu'ningmi İmam Şafii rahmetullahi aleyhinki nomli kitobida qayd qilingan bir rivoyatda hem suni hem chomni ishlatganligi bu kitobda bayon qilinib o'tgan. Hem Enver Şah Keşmiri rahmetullahi aleyh Peygamber aleyhissalatu vesselam'ninki bir qıtım o birniga berip kelib su ekilinglar deganligidan mundaq yakunga kelgan bu adam. Peygamber sallam cho'qim o birniga xalaq bağın berip bo'lib, uni yaga kelib anda su ekilinglar dedi istinja qilish uchun. Peygamberimiz cho'qim dastlabda bu yerda chomni ishlatgan. Chomni ishlatmasa, o birnida qanday o'zi qo'pab bu yerga kelalaydi, tozalmay turib. Deganda bu adam. Mushu yakunga qarab turib Peygamber sallallohu alayhi vasallam bu yerda ikkisini tang ishlatgan deb yakunlagan. Shunun qarag'an vaqtida Anvar Shah Kashmiriniki nazarida hem chomma hem su ishlatishni bu yerda yo'lliq va sunnat mustahab deb qaragan bu adam. Shunga vatanimizda cho'ng ayni davrdagi shu ahli ilmlar kishilarga shu ta'lim tarbiya bergan vaqtida shu tarat masalalarda hatto o'zimi avval bir o'birni berib chommi bilan bir tozalatib ayrim bir istinja qiladi. Shunga vatanimizda yezli qishloqlarda tarat sundurdigan joy ayrim, mustahab xona deb ayrim istinja qildigan yer ayrim. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.